Mana qaranglar, mana bu bizda normalniy venalarimiz. Ya'ni bizda sog'lom vena hisoblanadi. Hech qanaqa tiqilmalari yo'q, hech qanaqangi bir ezilib qolishlari yo'q bo'lgan, ya'ni sog'lom tomir. Endi bunisini qaranglar. Bunda mana bu sohalarni ortiqcha qorin bo'ladi kimdadir, to'g'rimi? Yoki kam harakat bo'ladi-da. Mana shu yerdan mana tomirlar kelyapti. Mana bu kichkina tomirchalari qatga matkaga kelib ulanadi-da. Xudo matkamizga kelib tushadi. Mana shu arteriya qon tomiri bizani tuxumdonlarimizni ozuqa bilan, asosiy kislorod bilan, ozuqa va moddalar bilan ta'minlab beradi. Mana shunisini hozir yaqinroq qilib ko'rsataman. Iloji bo'lsa yaqinlashtira olsam. Bundan ortiq yaqinlashmas ekan, короче.